Bugungi mavzuyimizda tengsizliklarda intervallar usulida ishlashni ko'rib chiqamiz. Chiziqli tengsizlikdan boshqa istalgan tengsizliklar aynan intervallar usulida ishlansa ancha qulayroq bo'ladi. Xo'p, hozir bir nechta misollar birgalikda ko'rib chiqamiz. Masalan, x minus 3 5 minus x katta noldan tengsizlikni yechish kerak bo'lsa, buni aynan intervallar usulida yechish qulay. Xo'p, bu qanday ishlanadi? Birinchi o'rinda tengsizlikni har bir ko'paytuvchisini alohida nolga tenglab ildizlarini topishimiz kerak. Bu faqat o'ng taraf 0 bo'lgan holat uchun o'rinli. Agar o'ng tarafda 0 dan boshqa biror son bo'lsa, u son chap tarafga olib o'tiladi va o'ng taraf 0 bo'lgandan keyin yana shu alohida 0 ga tenglab ishlash mumkin. Demak, har bir ko'paytuvchini alohida 0 ga tenglab birinchi ildizlarini topishimiz kerak. X minus 3 ni 0 ga tenglasak x teng 3 va 5 minus x ni 0 ga tenglasak x teng 5 bo'ladi. Endi bu ildizlarini son o'qiga joylashtiramiz. Albatta birinchi kichkinasidan boshlab qo'yiladi mana 3 va 5. Endi ularga mos oraliqlarni ishoralarini aniqlash kerak bo'ladi. Ya'ni mana bu yerda, mana bu yerda, mana bu yerda berilgan tengsizlikni ishoralarini aniqlash kerak. Buning uchun shu oraliqqa kiradigan istalgan son tengsizlikka olib borib qo'yiladi va ishorasi aniqlanishi kerak. Masalan, uchidan chap tarafda turgan sonlar ko'p. 2, 1, 0, minus 1, minus 2 va hokazo. Nisbatan eng qulayini x joyiga qo'yib ko'rgan yaxshi. Masalan, men hozir aytaylik 2 ni qo'yib ko'ramiz. X joyiga 2 ni olib keladigan bo'lsak, 2 minus 3. Mana bu yerda 5 minus 2. 2 minus 3 manfiy, 5 minus 2 musbat. Manfiyga musbat ko'paytirsak, natija manfiy chiqadi. Shuning uchun mana bu oraliqda ishorasini manfiy deb aytishimiz mumkin. Shuning uchun men bu yerda minus deb yozib qo'yaman. Keyingisi mana bu oraliq 3 bilan 5 ni oralig'idagi son. Masalan, 4 ni olishimiz mumkin va buni ham x joyiga olib qo'yamiz. 4 dan 3 ni ayiramiz musbat, 5 dan 4 ni ayiramiz musbat. Ikkita musbat ko'paytmasi baribir musbat bo'ladi. Shuning uchun bu oraliqda ham men musbat deb yozib qo'yishim mumkin. Davom etamiz. 5 dan keyin keladigan son 6, 7, 8, 9, 10 va hokazo. Endi 6 nisbatan qulayroq bo'lgani uchun 6 ni olib qo'yamiz. 6 dan 3 ni ayiramiz musbat, 5 dan 6 ni ayiramiz manfiy. Musbatga manfiyni ko'paytirsak, natija manfiy bo'ladi. Shuning uchun bu oraliqda manfiy deb belgilaymiz. Xo'p, demak, ildizlarni topdik, ishoralarni aniqladik. Endi agar tengsizlik 0 dan katta bo'lib turgan bo'lsa, har doim musbat oraliq yechimga olinadi. Agar 0 dan kichik bo'lganda manfiy oraliq olinadi. Tushunarli? Hozir endi biz tengsizligimiz 0 dan katta bo'lib turgani uchun bizga mana bu musbat oraliq yechim bo'la oladi. Shunda bizning javobimiz 3 dan 5 gacha bo'ladi. Bu tengsizlikning yakuniy javobi. Xo'p, yana bir misol ko'rishimiz mumkin. Ajratib qo'yib. Masalan, x minus 2 ko'paygan x plus 4. Xo'p, maxraji ham bor bo'lsin. 6 minus x masalan kichik yoki teng 0 dan. Buni ham birinchi har bir ko'paytuvchisini 0 ga tenglab ildizlarini topishim kerak. Masalan, x minus 2 ni 0 ga tenglayman, x teng 2. Mana bu x plus 4 ni 0 ga tenglayman, x teng minus 4. Va maxrajda turgan 6 minus x ni ham yozishim kerak. Faqat endi bu 0 ga teng deb yozilmaydi. 0 ga teng emas deb yozishimiz kerak. Chunki maxraj 0 bo'lishi mumkin. Masalan, bu yerdan x teng emas 6 degan qiymatlar kelib chiqadi. Xullas mana x teng 2, x teng minus 4 va x teng emas 6, ya'ni 3 ta qiymat kelib chiqdi. Endi bu uchovini yana son o'qiga joylashtiramiz. 3 ta nuqta olamiz mana. Birinchi kichikdan boshlaymiz. Minus 4, 2, 6 va bu oraliqlardagi ishoralarni aniqlashimiz kerak.
Xo'p, -4dan chap tarafda turgan sonlar. Birinchisi -5. Shu -5 ni qo'yib ko'rish qulay. X joyiga -5 ni qo'yishimiz kerak. Xo'p, -5 dan 2 ni ayiramiz manfiy. -5 ga mana 4 qo'shsak ham manfiy. 6 dan ayirsak -5 da bu plyus bo'lib ketadi, ya'ni musbat bo'ladi. Manfiy, bu ham manfiy. Mahraj lekin musbat. Xullas ikkita manfiy bo'lgani uchun natija bu yerda musbatga aylanib ketadi. Shuning uchun bu yerda biz plyus deb yozsak bo'ladi. Keyingisi -4 bilan 2 ni orasida eng qulay son 0. Endi har doim manfiy son bilan musbat sonning orasidagi eng qulay son qo'yib ko'rish uchun bu 0 hisoblanadi. Xo'p, x lar joyiga 0 ni qo'ysak, -2 ni o'zi qoladi, manfiy. 0 ni qo'ysak 4 ni o'zi qoladi, musbat. 0 ni qo'ysak pastda 6 ni o'zi qoladi, manfiy. Bu yerda bitta manfiy bo'lgani uchun natija ham baribir manfiy bo'ladi. Shuning uchun bu oralikda biz manfiy deyishimiz mumkin. Keyingisi 2 bilan 6 ni orasidagi sonlar 3, 4, 5 bo'ladigan bo'lsa, masalan 3 ni olishimiz mumkin. X joyiga olib borib qo'yamiz. 3 dan 2 ni ayiramiz musbat. 3 ga 4 qo'shamiz musbat. 6 dan 3 ni ayirsak ham musbat. Uchovi ham musbat bo'lgani uchun bu natija baribir musbat bo'ladi. Xo'p, 6 dan keyingi son masalan 7 bo'lishi mumkin. Mana bu yerdan 7 ni qo'yib ko'ramiz. 7 dan 2 ni ayiramiz musbat, 7 ga 4 qo'shamiz musbat. 6 dan 7 ni ayirsak lekin manfiy bo'lib qoladi. Bitta manfiy bo'lgani uchun buni ishorasi ham demak manfiy bo'ladi. Bu yerga manfiy yozaman. Endi tengsizlik 0 dan kichik bo'lgani uchun men manfiy oraliklarni yechimga olishim kerak. Shuning uchun -4 dan 2 gacha hamda 6 dan cheksizlikgacha bo'lgan oraliklar biz uchun yechim bo'ladi. Javobni yozaman. -4 dan 2 gacha. Endi agar tengsizlikda tagida tengi bor bo'lsa, mana bu qiymatlar, mana bu ildizlarni o'zini ham olishi mumkin. Ya'ni ularga katta qavs yoki to'rtburchak qavs qo'yishimiz kerak. Shuning uchun men bu yerga -4 ga ham 2 ga ham to'rtburchak qavs qo'yishim kerak. Va bu taraf 6 dan cheksizlikgacha. Xo'p, 6 ga lekin katta qavs qo'ya olmaymiz. Tengsizlik tagida tengi bo'lsa ham, bo'lmasa ham hech qachon mahrajdan chiqqan javobga katta qavs qo'yilmaydi. Chunki bu 6 ga teng emas bo'lib turibdi-da, biz 6 ni ola olmaymiz. Buni eslab qolish kerak, tushunarli? Mana bu tengsizlik tagida tengi bo'lsa ham, bo'lmasa ham mahrajdan chiqqan javobga hech qachon katta qavs qo'yilmaydi. Har doim kichkina qavs qo'yish kerak. Xo'p, demak buni javobi -4 dan 2 gacha va 6 dan cheksizlikgacha bo'ldi. Endi ba'zi bir qulayroq usullar bor. Masalan, mana bu intervalni ishorasi aniqlanayotganda qaranglar. Juda ko'p hollarda bittasini ishorasini aniqlab, keyingilarini unga teskari qilib yozib ketaverish mumkin. Masalan, birinchisi plyus bo'lsa, keyingisi minus, plyus minus va hokazo ketaveradi. Yoki bo'lmasa birinchisi minus bo'lsa, keyingisi plyus, minus va hokazo almashib ketaveradi. Plyus minus bo'lib. Faqat buni ba'zi istisno holatlari bor. Agar mana bu ko'paytuvchilarda darajasida qandaydir sonlar bo'lsa, masalan juft darajalar bo'lsa, u holda bu usul o'rinli emas. Qachonki ko'paytuvchilar hech qanday darajasiz shunaqa sodda holatda turgan bo'lsagina ishorani shunaqa almashinuvchi plyus minus qilib ketish mumkin. Lekin agar darajalar bor bo'lsa, erinmasdan ishorani aniqlash kerak bo'ladi. Tushunarli? Endi bu umumiy intervallar usuli haqida edi. Aslida bunga taalluqli misollar juda ham ko'p. Buni to'liqroq tushunish uchun shu mavzuga taalluqli 10 ta savolning yechimini ham ko'rib chiqsanglar, yanada yaxshiroq tushunasizlar.